Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar, musofir yurgan vatandoshlar. Hozir Farg'ona shaharchasi terimchilarimiz paxta maydoniga keldik. Qimmat xolam boshchiligida Husan akamizga so'zlarning ehsonlari bilan Allohdan shifo so'rab, ozmi ko'pmi puli yoshgan ekan. Shuni olib ketgani keldim. Ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Alloh shifo bersin. Qimmat xolam hammaga o'zingiz rahmatingizni aytib, chiroyli bir duo qilib qo'ying. Qattiqroq gapiring. Terimchilarimiz ozmi ko'pmi bolaga hisob qo'shgandan biz ham xursandmiz. Maqsadlar boshchiligida maketdan xalqimizga rahmat. Ozmi ko'pmi beriyorlar qatorida tursin. Ilohim Tanijoni sog' bo'lsin. Oilasiga sog' salomat, farzandlari bag'riga qaytsin. Kelganlarga ham rahmat. Bo'ldi, kartasiga tashlab qo'yamiz. Sizlar ham rozi bo'lib qo'yinglar. Lazzaga planlari 100 bo'lib, yuzlari yorug' bo'lsin akajon. Mana Faxrin akam bu yerda, sizlar berlaylar mana shu opalarimiz hammasi xizmat qilishib, qo'ldan kelgancha. O'zi asli bular ham o'zini kamiga nima qilamiz deb chiqqan, lekin shunda ham mana qimmat xola rahmat. Ozmi ko'pmi nima demaymiz. Eng avvalo Alloh shifo bersin. Siz bilan biz sababini qilib ko'raylik. Allohim yaratgan Allohim hammamizni oilamizni tinchsin, yurtimizni tinchsin, hammaga quvvat bersin, paxtalar chiroyli qilib yaxshilarga ishlataylik. Mana ozmi ko'pmi ihson qildik, Alloh dargohida qabul qilsin, dardiga shifo komil bersin, ota-onasini, aka-ukalarni, bolalarini baxtiga Alloh Amin. O'g'illarga ham hammasi yurganlarni Alloh mo'li to'ldirib qo'ysin. Bu mana ukamga ham, Lazzaga ham paxtasini beryapti, Sahriddinga ham, ularga ham ularlaringiz bo'lsin, yuzi yorug' bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Hurmatli mahalladoshlar, musofir yurgan vatandoshlar, hozir mana dalaga borib, onajonlarimiz bilan gaplashib, qimmat xolamlar bilan, paxta xolamlar bilan. To'g'risi juda ham maza qildim, xursand bo'ldim. Nimaga? Qo'liga tikan kirib, paxta terib, qiynalib, bolamga, qishligimga deb o'zi uchun harakat qilib yotgan bir paytda Husan akam ham chetda qolgani yo'qda, mana shu chiroyli tarbiyachilarni aytib, to'g'ri tushuntirgan har bir og'iz gapiga mana Xudoimga shukr, pul yig'ishib qo'yishibdi. Alloh rozi bo'lsin. Chin ko'ngildan berib, o'zlaring chiroyli qilib Husan akani duo qilib qo'yganlar uchun sizlarga katta rahmat. Siz bilan biz sababini qilaveraylik. Dardini bergan shifosini ham beradi Allohim. Charchamanglar. Mehrni izlab yurganlar bo'lsa aytinglar. Hamma mehr mana shu Farg'ona shaharchasi 18 avgustda. Men juda ham ko'p aytaman. Bizni haq etadigan haq. Alloh rozi bo'lsin. Tanjonlaring sog' bo'lsin, doimo uylaringda to'ylar bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin. Xudo xolasa Husan akamiz ham oyoqqa turib, zo'r bo'lib ko'rmaganda bo'lib kelsin. Husan aka duodamiz. Sog' bo'ling. Zo'r bo'lib keting. Ehson qilguvchi saxiy boylardan bo'ling ekan. Tinch bo'linglar. Hammalarga katta rahmat. Hurmatdasizlar. Duodamiz. Boshimiz yerga tekincha ta'zimdamiz. Bu tomonda qabriston hasharimiz ham bo'lyapti. Bu tomonda kasalimiz ham. To'yimiz ham, ma'rakamiz ham bitta deb mana shunga aytadi. Charchamanglar, sog' bo'linglar.